Assalomu alaykum. Bugungi video rolikimizda uy sharoitida lag'mon pishiramiz. Lag'monning retseptini opsiyada yozib qoldiraman. Birinchi ishimiz lag'mon uchun qattiqroq xamir qilib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirni 10 minut dam beramiz. Damini olincha ovqatimizni, go'shtlarni, sabzavotlarni videoda ko'rsatilgan shaklda chiroyli qilib to'g'rab olamiz. Videoga like bosib ulgurmagan bo'lsangiz, like bosishdan chiqmasin. Mazali retseptlar o'tirmaslik uchun podpiska tugmasini bosib qo'ying. Keyingi navbatdagi ishimiz xamirimizni ozgina yog' solib ishlab beramiz. Ishlab bo'lgandan keyin qo'limizning katta barmog'ini enligini kesib olamiz. Kattaroq idish olib yog'lab, xamirimizni videodagidek cho'zib idishga taqab olamiz. Tayyor bo'lgan xamirni yana 10 minut damga qo'yib, boshidan olib yoyib boshlaymiz. Yoyish jarayonini videoni yaxshi olib ko'rsatsangiz o'rganib olasizlar. Shu arada suvimiz ham qaynab qoladi. Xamirimizning pishish vaqti 8 minutdan 10 minutgacha vaqt oladi. Tayyor bo'lgan xamirimizni 2 minut salqin suvda qo'yib olib, suzib, yog'lab, chetroq olib qo'yamiz. Endigi navbat ovqatimizni podlivasi bilan gaplashamiz. Go'shtni solib, qizartirib, ozgina tuz berib qovuramiz. Izidan gashir, chesnok, piyoz solib, bir qoshiq tomatli pasta solib, qip-qizil qilib tablab olamiz. Ozgina svejiy jamduk solsam yoddan chiqmasin. Ovqatga 1 litr suv berib 40 minut qaynatamiz. 40 minut qaynab chiqqandan keyin ovqatni, tuzlarni, ziravorlarni berib, pomidor bolgarskilarini solib, yana 10 daqiqa qaynatamiz. Bolgarskilar pishib ketmasligi kerak, e'tibor etasizlar. Ziravor solgan bo'lsak, hammasi opsiyada yozib qoldirgan bo'ladi. Shu bilan ovqatimiz tayyor bo'ldi. Fotima uchun bir like bosib ketasizlar. Sog' bo'linglar.